Xo'p, hurmatlilar, sizlar bilan o'tgan darsimizda ko'rgandik, molekulyar fizika ikkita qismga bo'ladi. Meken va termodinamika. Meken o'rganardi modda tuzilishi va ularning issiqlik ta'siridagi harakatlarni. Termodinamika esa issiqlik olish, issiqlik uzatish, issiqlik hodisalarini o'rganadi. Endi termodinamikani birinchi qonimizda aytyapsizki, ikkita qonun bor. Birinchi qonunda sistemaga issiqlik berilgan bo'lsa, issiqlik miqdori. Issiqlik miqdori o'sha sistemaning ish energiyasini oshishiga tashqi kuchlarga qarshi ishlash hisoblanadi. Bu energiya saqlash qonuni o'rni bo'ladi bu odatda, chunki siz bergan issiqlik to'laguncha qanday miqdorlarda bo'linib ish energiyaga tushadi. Yuqori ketib qolmaydi. Saqlanib turadi. Xo'p, ana endi termodinamikani birinchi qonuni matematik holati qanday bo'ladi? Matematik holati U teng delta U plusdan A gas. Sistemaga berilgan issiqlik miqdori ichki energiyaga ishga bo'linib ketadi. O'sha bo'linganlarni ham qo'shsak, issiqlik miqdori beriladi. Issiqlik miqdori ham qancha energiya sarflaydigan bo'lsa, bu ham birligi joulda o'lchanadi. Buni bilgandan keyin Xo'p, endi biz buni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda A gaz bor. A gaz gazning tashqi kuchlarga qarshi degan ishi. Tashqi kuchlarga qarshi Mana shunday narsada gaz tashqi kuchlarga qarshi ish bajaradigan bo'lsa, tashqi kuchlar ham gaz ustida ish bajarishi mumkin. Misol uchun biz o'sha erkin silji olgan porshimizda ostida gaz bor edi. Ustiga ortga m massali kuch qo'ydik-da, gazni qizitdik, uni hajmi oshib, mana porshimni yuqoriga ko'tardi. Natijada m massalasi ko'tarilyapti yuqoriga. M massalasida gaz ko'taryapti. Bu ya'ni gaz tashqi kuch, ya'ni kemishlikka qarshi ish bajarib, uni yuqoriga ko'tardi. Endi biz uni ustiga m massali yuklangan qo'ysak, u og'irlashadi. Yani gazni nima qilishi mumkin? Siqishi mumkin. Endi gazni siqadigan bo'lsa, endi tashqi kuchlar gaz ustida ish bajaradigan bo'ladi. Tushunarli? Ana endi bundan qo'shilgan bo'lsak, biz gazni qizitgandik, gaz qizib turib, tashqi kuchlarga qarshi 100 jo'l ish bajarib, uni ko'tarib yuqoriga. Ma'lum bir vaqtdan keyin gaz nima bo'ladi? So'yiladi. Chiqarib so'yilib, so'ygandan keyin u gaz nima bo'ladi? Keyin siqiladi. Chunki ustida massalik bor. Siqilib yana dastaga qaytib qoladi. Bu degani tashqi kuchlarga qarshi gaz qancha ish bajarib yuqori bo'larsa, tashqi kuchlar xuddi shuncha miqdor ish bajaradi, faqat ishorasi qarama-qarshi bo'ladi. Bo'ladi. Keyin ana gaz so'ygan siqilgandan keyin xuddi shuncha ishni bajarib tushadi, tashqi kuchlar bajarib tushib bo'ladi. Bu degani bizda bo'ladi A gazning bajargan ish miqdori jihatdan A tashqi kuchlarning bajargan ishiga teng. Faqat qarama-qarshi bo'ladi. To'g'ri, misolimiz minusdan A tashqi bo'lsa ham bo'lib ko'radi. Endi bu termodinamikani birinchi qonun izojariyonlar tatbiqlaydigan bo'lsak, izobarik deb jarayonlar tatbiqlaydigan bo'lsak, biz bilamizki izobarik jarayon o'tgan narsa ko'rdik, ichining o'zgarishini ham ishni ham ko'rdik. Ikkovi ham bo'ladi. Izoxoriyda bu yo'q, bo'lib qoladi. Izotermiyda esa bu bor. Ichki energiya to'g'rimi? To'g'ri. Biz kelda tatbiq qildik. Termodinamikani birinchi qonuni izo jarayonlarga izobarik jarayon esa olaylik. Delta u deganimiz bo'lar edi, umumiy holatni yozadi. I taqsim 2 nu delta. Buni yozsam bo'ladi. Mas taqsimlar, n taqsimlar bu. Yoki bo'lsam I taqsim 2 K delta. Tushunarlimi? Yoki bo'lsam mana buni yana qo'shim bo'ladi. I taqsim 2 A gaz qo'shim bo'ladi. Bu gaz ish etadi. Yoki ishni o'zi alohida qanday bo'ladi? A gazli bo'ladi. Nu R delta T. Mana bu. Yoki bu. P delta bo'ladi. Tamam. Issiqlik miqdori Q teng ekan. Termodinamika birinchi qonunga ko'ra delta U plusdan A gaz ekan. Demak, delta bilan A gazni bir xil ifodalarini olib turib qo'shsam,
Plus yaxshi ifoda qilib chiqamiz. Misol uchun New York delta bormi? Delta bormi? Mana birinchi o'rinda qo'yadigan I taqsim 2 New York delta plus A gazon New York New York delta New York delta. Bu shimlar chiqarib olsam taqsim 2 delta. Hop, I taqsim 2 delta. Mana desam, bunga 2 deb qo'shsam men bitta bo'ladi. I plus 2 taqsim 2 qoladi. New R delta. Tamam. Mana narsa kerakki, mana New R delta nima delta yo'qsa A deb bo'lsa ham bo'ladi. Demak, sistemaga bergan sinf miqdori izobari jarayon uchun, ya'ni Q P P izobari. I plusdan 2 taqsim 2 New R delta T. Yoki I plus taqsim 2 bu shunga yoki bu P delta ishlaganmidi? I plusdan 2 taqsim 2 A gaz desam bo'ladi. Demak, bu izobari jarayon uchun nima bo'ldi? Sistemaga berilgan issiqlik miqdori bo'ldi. To'g'ri. Endi olimlar buni shunday narsasi borda. 100% energiyamda qancha qismi ichiga kelyapti, qancha qismi ishiga ketyapti. Foizni topsam bo'ladi. Bo'ladi. Faqat bu ko'rgandiki, mana I ga bog'liq. 1 atomli bo'lsa, boshqacharoq foiz, 2 atomli bo'lsa, boshqacharoq foiz, 3 atomli bo'lsa, boshqacharoq foiz kelib chiqadi. Ishlanganiga. Biz buni bilamiz. Nasablarimiz hozir hammasida 1 atomli uchun I teng 3 qo'yamiz. Bu qanday? 3 taqsim 2. 5 taqsim 2. Shuni desam, ayt. To'g'ri. Sağolun. Mana bu. 3 taqsim 2, 5 taqsim 2 A gaz bo'ldi. Menga gaz kerak. Gazni qancha qismini, gaz qancha qismini olyapti, issiqlik tomsa, vaqt o'tadi, bu pastga tushadi. 2 taqsim 5 qoladi 4 qismi. A gaz demak 2 taqsim 5, ya'ni 0.4 Q. Bu nima degani bu? 40%. 0.4 qism degani 40% degani. Mana biz 100% energiya bersak, uni 40% ishiga ketar ekan, qolgan qanchasi? 60% delta ketar ekan. Yo'q ketmayapti, faqat bo'lish olyapti. 100 ming pul berding, 40 mingni ish oldi. 60 ming ichine o'zgarishga qoldi. Bo'ladimi? Bu bir atomli uchun. Demak, delta nima bo'lar ekan? 0.6 Qdan qoladi. O'zi. Shunga. Endi buni xulosa qiladigan bo'lsak, faqat bir atomli uchun ketyapti. Mana bu yozgan ifoda. Bir atomli bo'lsa, mana shunisi proporsional to'g'ri bo'lsa bo'ladi. Biz sistemaga Q teng 100% energiya berdik. Undan 60% men ketyapti. O'zgarishiga. Gaz bajargan ishga esa qanchasi? 40% ketyapti. Biz mana shu proporsionallikdan keyin proporsiya qilib xohlagan hisob bo'lsa bo'ladi. Bizga misol uchun Qni berib turib, Ani so'rasa, bu cho'ni. Delta bilan A bersa, bu cho'ni olaman. Bu bilan bu bersa, bu cho'ni olaman. Farqi yo'q. Kim bilan kimni bog'laysa, o'shani olib proporsiya qilamiz. Bo'ladimi? Deymiz, bunasi ham yaxshi. Bu bir atomli uchun bo'ldi. Agar kelar sizlardan maylicha maydalashaylik, hisoblaylik. 2 atomli bo'lsa qanday bo'ladi? O'zi 2 atomlarni yozib bermasin. Agar 2 atomli bo'lsa, necha foiz ishga, necha foiz ishga ketmoqchi? I necha bo'ladi? 2 atomli uchun 5 bo'lsa, xo'p, mana bu ifodaga qo'ysam. 5 taqsim 2. U teng 7 bo'lsa, demak 7 taqsim 2 A gaz. A gaz degani taqsim 7 Q bo'lyapti. 2 taqsim 7 necha bo'ladi? 1 taqsim 0. Bo'lib ko'rlar, shuni matematika. Taqriban 0 bo'ladi. Ayyo, bo'ladi. Jiddiy ko'p. Bizga to'g'ri kerak. 0.27 bo'lsa. 0.27. 0.28. A gaz degan 0.28 Q. Bu nima degani bu? 28 soat. 28% energiyasi ishga, qolgan necha foiz bo'ladi? 72 ichkinaga o'zgarish ketadi. Tamam. Demak, 2 atomlik uchun Q 100% deb olsam, A gazga ketyapti ekan 28%. Delta Qga ketyapti ekan 72%. Yo'q, bitgan yo'q.
Bu agar 2 atomli bersak, 3 atom. 3 ko'rsatch. Agar 3 atomli bo'lsa. 3 atomli uchun energiya tengida 6 tengida, mana shu qo'ysam. U teng 6 2 8 2 bo'lsam 4 ta A gazmi? A gaz hisoblasam 4 baqa bo'lsa 1 taqsim 4. 1 taqsim 4 0 degan. A gaz teng 0.25 demak 25% ishga berilgan issiqlik miqdorini 100% energiyaga qarasak, u ishga sarflar ekan necha foiz? 25%. 75%. Izobariy jarayondan qarzimiz qoladi. Sizdan so'rasa, misol uchun 1 atomli gaz ketyaptimi? Qo'rqmasam mana ikkita 3 qo'ysangiz 5/2 ko'radi. 5/2 ni yerda PDT A gaz misali bo'ladi. Men umumiy holatni yozdim. Xolos. Bo'ladimi? Bu izobariy uchundir. Izobariy jarayonda shunaqa sal ko'proq xolos ifodasi. Qolgan jarayonlarda bittasi 0 bo'ladi. Bittasi bu 0, ikkinchisi bu 0 bo'ladi. Qolganlari g'ash oson bo'ladi. Bitta mana shu sal ko'proq xolos. Buni endi hujjatga chizib yozib olishing faqat tezroq. Termodinamikaning birinchi qonuni izoxorik jarayon uchun xullas delta plusdan A gaz edimi? A gaz teng bo'ladi. Jarayonga ko'ra delta U plusdan 0. Chunki gaz ishlanjar emas. Bu degani U teng nol bo'laveradi. Delta U bo'ladi. Bu iza xoriy jarayonda kichkina o'zgarish qanaqa desak, hop delta U teng I taqsim 2 nu R delta I taqsim 2 delta P V delta teng delta to'g'ri. Delta minus qoladi. Bu demak delta uch bo'lsa demak shunga teng. Quvva ham teng bo'lar ekanki I taqsim 2 nu R delta T. Misol I taqsim 2 delta P V ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? O'sha issiqlik miqdori ichkining o'zgarishi bo'ladi. Ya'ni quv 100% ichga ketaveradi. Delta U ga sarf. Bu iza xoriy uchun bo'ldi. Endi keyingisi termodinamikaning birinchi qonuni izotermik jarayon uchun endi qarab turamiz. U teng delta U plusdan A gaz edimi? Birinchi qonuni delta nima bo'ladi? 0. 0 olib ketsa U teng A gaz. U teng A gaz. U termodinamik bo'ladi. Izotermik. Bo'ldi. Endi izotermik jarayon bajargan ish ifodasini yozgandik. PV ln V2 taqsim V1 yoki masalan nu RT ln V2 taqsim V1 bu. Bu bizlar izotermik jarayonda sistemaga berilgan issiqlik miqdori 100% gacha ishga sarf bo'lishi. Bo'lsa, tugadi. Bu ish xolos. Endi sizlar bilan keyingisini o'tishimiz kerak. Termodinamikani birinchi qonunda oxirida o'qiymiz. Adiabatic jarayon. Adiabatic jarayondan eshitib turiblar. Tashqi muhit bilan issiqlik almashmasa kechish jarayon. Biz buni hayotda ko'rgandik, tadbiq qilish mumkin. Termodinamika, to'g'rimi? Tashqi muhit bilan issiqlik almashadi, oldida yo'lisi yo'q. Endi real hayotda bu baribir sovib qoladi. Lekin ideal holatda bu saqlanib ko'ramiz. Xo'p, ana endi bizda jarayonimizda bo'lar ekanki adiabatic jarayon degan bo'lsak. Adiabatic jarayon. Tashqi muhit bilan issiqlik emas ekan. Almashmasdan kechish jarayon. Buni yozamiz. Xo'p. Tashqi muhit bilan issiqlik almashmasdan kechish
degani qo'l bo'lmaydi. Nol bo'lmaydi. Nol bo'ladi. Olmaydilar. Bu degani deradagi birinchi qonunimiz U teng delta U plyusdan A gaz edi. Bu kishiga 0 qo'ysam 0 teng delta U plyusdan A gaz bo'ladimi? Mana bu kishi bu taraf bo'lsa delta nima bo'ladi? Minusdan A gaz bo'ladi. Demak, gaz tashqi kuchlarga qarshi ish bajaradigan bo'lsa, musbat ish bajarsa, ya'ni ichkariga oshadimi, kamayadi? Kamayadi. Minus hisobiga kamayadi. Agar tashqi kuchlar gaz ustida ish bajarsa, ya'ni gaz mana ish bajarsa, ya'ni gaz siqilsa, ichki egasi oshadi. To'g'ri? Agar men mana A gazni teng olganim, minusdan A tashqi olganimku, bunga A tashqi qo'ysam, minus bilan minus bo'lib ketadi. Delta U teng A gaz. Mana xalinasi ketdi. Agar yo'q, A tashqi bo'lib A tashqi. Agar tashqi kuchlar ish bajarsa, ichki egasi ortadi. Bu shu holat. Gaz siqilsa, ichkiga oshar ekan, gaz ustida gaz tashqi kuchlar qarshi bajarsa esa ichki egasi kamayadi. Bo'ldimi? Chiqaveramiz. Yoz bo'lganlar keyin so'radi. Necha mana